Men Shoh Gamingster, bugun sizlar bilan bizni Minecraftda Shoh Imperiya quramiz do'stlar. Bolalar bu imperiyani ismini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hozircha men bilmayman. Hozircha quramiz. Qani go. Bolalar bo'ldi. Qani mana bu yerda joy bor, o'zim tanladim. Bolalar shu joyni tezlashtirgan kadrda qo'yib olsak, xabar bo'lmayishlar deb umid qilamiz. Karabola bölük, bitirib bölük uyni bitirib bölük. Oxirgi bloklarda qo'yamiz. Mana blokni qo'yamiz bolalar. Oxirgisini bölük endi. Creeper baqlayapti bu yerda. Endi faqat ana shu toshlarni qo'ysak bo'ldi-da. Mana. İplosi. Короче, mana bu yerlarni qo'yamiz. Menga bitta fikr berish kerak. Bolalar kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Bu yerda nimani quraylik? Endi bu yerga Shoha Imperiya quramiz. Men shoh bo'lsam ham, lekin A qo'yamiz-da bolalar. Xo'p, yo Shoh Imperiya quramiz bu. Ana zo'r jaranglayapti. Mana bu yerga ham bitta. Endi mana bu yerga qilichni olaylik. Plus bachchayi. Men zonalarga kirgandim bu. Xo'p, qani buyoqqa bildiraman, jello. Mana ko'p gap. Bitta oxlab olaylik. Xotin ana
Bo'ldi, endi ikkita JTL qo'yamiz. Mana. Endi bu kiramiz. Qani endi JTL'lar. JTL mana. Ikkita yine JTL qo'yamiz. Ana bu ishni oldi, mana bu ishni oldi. Yep, bo'lasiz. Qolib turaversin. Xo'p, rahmat. Sanchi bratishka, shuncha fermersan. Kartoshkani joyiga olib berar ekan. Ismi edi. Izumrud berar ekan. Izumrud bilan bizni non olsak bo'lar ekan. Keyin buni ikkinchi level qilsak, qovoqni 6 ta qovoqni joyiga bitta izumrud, keyin bitta izumrudni joyiga sir berar ekan. Xo'p, bolalar, mana bu yerni qurib bo'ldik, to'g'rimi? Mana bu yerni qurib bo'ldik. Endi biz nima quramiz desanglar, biz nima qilsak bo'ladi? Mana bu yerga kelishimiz kerak-da bolalar, hali biz shu yergacha boramiz, kelamiz ham, lekin bolalar javob beraman, shu yergacha kelamiz. Hozir biz nima qilamiz? Mana bu yerda katta g'or bor ekan. Temirchilar, temir. Shu yerni ham qursak yaxshi bo'lardi. Endi bizda faqat bitta ishimiz bor. Mana bu yerni yonmayu. Brat, nima bo'ldi? Tuz qo'yib zombilar, avlar spam bo'ladi. Shu yerni ko'rmabsiz bolalar. Yo'q, kattartiramiz be. Kattartiramiz bolalar, to'g'rimi? Hozircha mana bu yerni kattartirsak, bu yerda ko'p fermer avqiladi. Shuning uchun mana bu yerni ham qilsak. Devorni ham qarib qurib oldik. Bolalar, bu tosh bo'ladi. Hali toshlarga kelsak, hali mana bolalar. Brat, yo'qol. Iplose, qochmoqchi bo'ldimi? Hop. Endi biz shu yerda kutamiz. Qani bironta fikr kelar ekanmi? Qani endi tekshirsak bo'larkan. Qani tekshiramiz. Nima deb qoldirishgan ekan? Birinchisi buni bu yoqqa qo'yaylik, xo'p, mana bu yoqqa. Ikkinchisi, o'zi sun'iy g'or quring, temir toshlar kerak-ku. To'g'ri, sun'iy hozir quramiz, xo'p. Iltimos, xatabi bitta golem keltiring. Zombi skeletlar ko'p paydo o'qishni ham o'rgatish kerak-da bularga. Bo'lishni boshlayapti. Hop, quramiz. Buradan chiq. Qani? Golem. Xo'p, mana bu yerda mana golem, endi sen shu yerni qo'riqlaysan, bratish.
Biz sun'iy g'or quramiz so'nggacha. Dinamit. Keyin mana bu bo'ldi. Endi qayerdan sun'iy g'or quramiz? Mana shu yerdan. Mana shu yerdan sun'iy g'or quramiz. Mana qo'yaylik. Bo'ldi. Shuni bilish kerak edi, bolalar. Xo'p, endi mana bu yerga yo'l ochish kerak. Otilmasligi uchun da bolalar, texnologiyani ko'ryapsizlarmi? Ko'rasizlarmi bolalar? Kalla здесь. Doniyor biziz. Короче, mana Allohning jotkisi o'chmaydigani. Yo'qmi, qanday qilib? Onlay. Bunday bo'lishi mumkin emas. Endi yo'qmi-yu. Короче, qo'yamiz. Chiqadigan yo'l qurishimiz kerak. Hamma chiqa olishi uchun. Xo'p. Mana bo'ldi. Tun. Timurlar. Bo'ldi, tosh yergacha yetadi. Agar aqli yetsa, jitellarni tosh yergacha keladi. Ular oson bo'ldi, chota g'or qurish. Men o'ylagandan ko'ra osonroq bo'ldi. Xo'p, mana. Bu boshqacha. Mablarni olsak, va pishiya boshqacha bu. Endi bu boshqa. Xo'p. Ana. İşe be bu la. Hay, qarib qolibdi. Qarib.
Endi Bo'ldi mana bolalar, bizni qo'rchamiz chotki. Demak, olib tashlaylik, yo'q-yo'qdi. Hop. Ana. Mana bizni qo'rchamiz bolalar. G'orcha uchun bitta like bolalar. G'orcha uchun. Endi mana bu yerga tuz qilib qo'yish kerak. Bo'lmasam, bu bizni yer bo'lmaydi. Bolalar, bu aytganimdek kommentariyaga aytinglar qanday qo'yaylik. Ya'ni qanday bayroq rang quraylik. Ranglarni aytsanglar, o'zim taxmin qilib to'pamanda bolalar. Endi bu yer xususiy mulk. Mana. Xususiy mulkka tegish qat'iyan man etiladi. Bu davlat tomonidan qo'riqlanadigan g'or. Birinchi bizni ism ham topish kerak bolalar. Ism ham aytinglar. Xo'p, kommentariyaga ism ham yozib qoldiringlar. Men ism topa olmayapman. Bu yerdan beri o'ylayapman. O'ylaganimni o'yimga yeta olmayapman bolalar. Xo'p, mana. Endi bu yerga bitta jitelchani qilib qo'yamiz. O'zi chotki qilib qalay kallanga qo'tar jamasho. Mana bo'ldi. Bu davlat tomonidan qo'riqlanadigan mulk bu. Mana. Shuning uchun tegish qat'iyan man etiladi. Toshga tez o'tsin. Qani bir ashga baqki. Qani edi? Mana. Turek kallanga oyog'i. Yommaydi. Qani? Sür. Mana men uxlayman. Keyin buni pastga olib tushamiz. Bunga joy tayyorlash kerak. Qani bo'lacha bo'ldi. Bitta bunga ham uyga quraylik, bolalar. Eshik ochildi. Bizni g'orcha tayyor. Mana bu yerda bitta uychani bosib yuboramiz. Bo'ldi. Yetarli shu joy. Bolalar, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shuncha sizlar uchun video tayyorlayapman. Qani? bizni birinchi
konchimiz bo'lish uchun bunga tom ustiga qulamasin bechora konchimizni farqi yo'q qilib qo'yaveramiz. Endi mana bu yerga bunday ish joyi qo'yamiz. Bolalar, ish joyi. Qanday u ish joyi? Mana bitta ish joyi, bitta keyin mana bo'lla chotki. Yaxshi. Mana bu yerni buzib, mana bu yerga bitta toshchalarni qo'yamiz. Mana chotki bo'ladi. Bitta mana bu yerdan bu toshni, keyin bu yerdan bu toshni olamiz. Mana hop. Mana sizlarga chotki joy. Mana bu yerlarni to'g'rilaylik bitta. Ana. Endi bu yerga jitelni qo'ymasak bo'lmaydi bolalar, chunki chotki qilib qurdik, to'g'rimi? Mana. Agar o'rtog'ini olib kelsa, mana. Ikkita mana bu yerga, keyin mana bu yerga bosib o'ramiz mana buni. Keyin ikkita mana bu yerga, keyin mana fakelni olib tashlaymiz. Endi uni olib kelish muammosi. Qani boshladik, uni olib kelishga harakat qilamiz. Ana golem bizga jitel baxki san ish joyiga borishing kerak. Qo'tyapti telefon. Yo'qsa u bachcha katta bo'ldimi? Qani u bachcha? Yo'qmi-yo? 1 2 1 2 ana ekan. Ya ishlar bor, ish. Yur senga ish bor. Chiqoq yur deyapman. Yurak kalanga o'ynadim. Golem tog'a sizga sizni urmoqchi emasdim. Yur kallanga oyog'im. Golem brat, mana uring. Sir. Bratan. Buni yopib turamiz. Mumkin emas bu yerga hali. Siz ish joyiga so'rak jahlim chiqazib bo'lsa, yiqilib. Jitel ish joyiga yo'q qol. Ish bor sanga. Qani ishlasam? Iploqni qaranglar, qayoqqa o'tiribdi. Burun katta. Yurak sani oboraman deb men o'zim asab bo'lmasam bo'ldi. Ana birashgan bo'ldi.
va nihoyat bo'ldik bolalar. Qani yigit temirga o'tibdi, ko'mir, temir. Toshmi? Toshmi? Temir ekan bu ham. Bolalar biz уже temirga kuchaydik, bo'lmasam tosh chipuxa bolalar. Chipuxa. Короче, bizni jitellarga asli ikkinchi temirchi, ikkinchi. Bu ham shunaqa. Yo'q-mi? Davay bo'ldi endi biz toshga o'tamiz bu yoqda. Hop. Mana olamiz. Yo'q, oddiy tosh. Qani oddiy tosh. Ular toshli narsaga kelaymiz. Mana. Yo, bu yer bilaversin, bu ikki qavat qilamiz. Bu yer chunki bizning chegara bu yer. Bolalar, shu videoni tagiga sizlar 10 ta laykni dahshat to'playsizlar. Shuning uchun 13 ta layk bo'lsa, shu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Bolalar, sizlardan kutib qolaman. Layk, podpiskani ayamasdan bosinglar deb o'ylayman. Shuning uchun bu videoning ikkinchi qismini ham chiqarishga harakat qilaman bolalar. Shuning uchun o'zim bu yerni yaxshilayman. Xayr, salomat bo'ling. Videoni tomosha qilgan bo'lsanglar, kattakon rahmat.